Bugungi obzorimizda juda ham ajoyib va go'zal ko'rinishga ega bo'lgan hovli. Loyihalariga esa gap bo'lishi mumkin emas. 8 sotix yer maydoniga ega Farg'ona shahar Mexanический zavod ortida Doktor Ismoiljon klinikasi yaqinida joylashgan ushbu xonadonimizning obzorini birgalikda ko'ramiz. Sizni hayron qoldirishim aniq. Binoyimiz mahallaning boshida joylashgan. Ikki tomonida ko'cha mavjud. Asosiy kirish darvozasi esa mana bu yerda. Bu uyimizning to'liq videosi Instagramga sig'masligi aniq edi. Ikki qavatli binoyimizning holati korobka. Devorlari tekislanib, santexnika atapleniya ishlari to'liqligicha yakunlangan. Bir qavatli binoyimizda esa bemalol yashashingiz mumkin. Ushbu hovlimizda jami 2 katta oilaviy zona, 2 oshxona, 2 mehmonxona, 5 spalnya, 7 sanuzel va katta 4 xonali podvali ham mavjud. To'liq obzor planirovkalarini ko'rish uchun kommentariyaga video so'zini yozib qoldiring. $4000 dan oshiq summaga interyer dizaynlarini ham tayyor qilib qo'yishgan. Sizga shundoqqina sovg'a qilishadi. Ushbu xonadonda naqd 3 ta oila yashashi mumkin. Ota-onangiz, siz va ukangiz yoki akangiz. Mabodo har xil vaziyat bo'lib, keyinchalik uyda bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu o'rtasidan bo'lishingiz mumkin. 4 sotiqda bitta hovli va yana 4 sotiqda ikkinchi hovli.